Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin biz Istiqlolga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Istiqlolda Turkiyadagi harbiy siyosiy o'zgarish mag'lub bo'ldi mavzuli xabarimiz. Hammalarga ma'lumki, bu hafta butun dunyo axborotini egallagan bir xabar. 15-iyul Turk qurolli kuchlarining ichiga yo'shinib olgan bir to'p generallar va askarlar harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ab bu Türk xalqining birdek qarshi chiqishiga uchrab asosiy jihatdan butunlay mag'lub bo'ldi. Bu xabarimiz iqtidor bo'ldi. Shundaqla Uyg'urlarmi Türk xalqininki yanada xalqning ovoziga ovoz qo'shib bir safda turdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Türk xalqining ta 15-iyuldan toki bugungacha har kuni kechalari millionlagan xalqninki bu harbiy siyosiy o'zgarishga qarshi chiqqan ovozga Uyg'urlarmi birlikda o'zini maydonlarda ko'rsatib, ular bilan birga turmoqda. Shundaqla 8-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi faoliyati bu 18-iyuldan 21-iyulgacha Istanbulda g'albilik echilib oxirlashdi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz iqtidorli bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Türkiye'deki harbiy siyosiy o'zgarish mag'lub bo'ldi. Türk qurolli kuchlarining ichiga yoshiringan bir qism harbiy amaldor va askarlar qo'zg'agan harbiy siyosiy o'zgarish qahramon Türk xalqining qarshiligiga uchrab, bir kechaga yetmagan vaqt ichida tarmar qilindi. Türk xalqi va Turkiya hukumati tarixdagi uzun va qabohatli bir kechani o'tkazdi. Türk qurolli kuchlariga tava bir qism harbiy amaldor va askarlar harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urindi. Qahramon Türk xalqi o'z rahbarlarining chaqiriqiga vaqtida ovoz qo'shib, ko'chalarga to'kilib, quruq qo'l holatda tanka va qurolli askarlarga qarshi tik turib, bu isyonni bir kechaga yetmagan vaqt ichida tarmar qildi. 15-iyul juma kuni kech soat 10lar atrofida Türk qurolli qismlariga tava bir qism ofitser askarlar Türkiye Radyo Televiziya idorasi, ya'ni TRT'ga besib kirib, bu yerni kontrol qildi va orqadan bayonot e'lon qilg'izib, Türk qurolli qismlarining davlat hokimiyatini egallaganligini, butkul davlat miqyosida ko'chaga chiqishning cheklanganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Anqara aerodromi, Istanbul Atatürk aerodromi, Istanbulning Osiyo va Yevropa yaqinlarini tutashtiradigan ikki cho'ng ko'rik askarlar tarafidan qamal qilindi. Anqara va Istanbul osmonlarida urush aeroplanlari to'van holatda uchib xalqqa hayva qildi. Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Turkiyaning NTV kanalida bayonot e'lon qilib, buning bir siyosiy o'zgarish emasligini, Turk qurolli qismlari orasidagi bir bo'lak kishilarning isyonga urinishi ekanligini bildirdi va buni qilganlarning og'ir badal to'laydiganligini ta'kidladi. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Yanfon orqali CNN Turkcha kanaliga bog'lanib, o'zining bexatar ekanligini bildirdi va Turk xalqini ko'chalarga chiqishga chaqirdi. Qisqa vaqt ichida 100 minglagan kishi Anqara va Istanbulda ko'chalarga to'kildi. Shu kuni kech soat 1gacha Istanbul Atatürk aerodromi xalqning qo'liga o'tib bo'ldi. Anqara ko'chalarida kishilar o'z badani, hayotini qurbon qilib turib, tanklarni, qurolli askarlarni to'sdi. Uzunga qolmay TRT xalqning qo'liga o'tdi. Saat 4 atrofida Erdo'g'an Istanbul Atatürk aerodromiga kelib axborot e'lon qilishini ochdi. Erdo'g'an xalqning irodasi bilan saylangan hukumat va davlat raisiga qaratilgan bu og'dirmachilik harakatiga qarshi qat'iy kurash ruhini ifodaladi. O'zi tushgan mehmonxonadan ayrilib, uzun o'tmay hujumga uchraganligini tilga oldi va Atatürk aerodromining ustida uchayotgan F-16 tipli aeroplanlarga qarata, biz bu aeroplanlarni nima uchun oldik? Biz bularni dushmanga qarshi turish uchun olmadikmi? deb xitob qildi. Naq maydonda shohid bo'lgan va yaqin atrofda o'ltiraqlashgan Uyg'urlarning bildirishicha, Erdo'g'an axborot e'lon qilayotgan paytda jang aeroplanlari past uchib tahdid solgan. Erdo'g'an og'ir to'laydiganligini yana bir qatim ta'kidlagan va buning asli sop bo'lishi kerak bo'lgan armiyani tozalash uchun Alloh tomonidan berilgan ne'mat ekanligini bildirgan. Erdo'g'anning televiziya ekranida paydo bo'lishi bu harbiy o'zgarishning mag'lubiyatidan derak berdi. Lekin isyonchilar texmu vahshilashib, poytaxt Anqaradagi Turkiya Buyuk Millat Majlisi, ya'ni Turkiya parlament binosini bombardimon qildi. Cumhur raislik sarayimi hujumga uchradi. Anqaraning Ko'lbashi rayonidagi alohida saqchi bosh shtabi eng og'ir bombardimonga uchradi.
İstanbul'daki Boğaz içi kövrikidimi sahar saat 6gacha to'qinish davomlashdi. Lekin bular to'polonchilarning oxirgi urinishlari edi. 16-iyul soat 12da Türkiye Bosh ministri Binali Yildirim, Türkiye armiyasi bosh shtab boshlig'i, ichki ishlar ministri qatorliqlar bilan birga axborot e'lon qilish yig'ini ichib, harbiy o'zgarish urinishining mag'lub bo'lganligini jakarladi. Shu kuni tushdan keyin Türkiye parlamentida alohida yig'in chaqirildi. Parlamentdagi 4 partiya birdek bu harbiy o'zgarish urinishini aybladi. Yig'indan keyin Binali Yildirim xalqqa xitob qilib, bu kechining Turkiyada milliy irodani qo'g'dash bayram kechisi bo'lganligini bildirdi. Aradan bir hafta o'tganda bu qitimqi harbiy o'zgarish urinishida hayotidan ayrilganlar soni 247, 1535 kishi yaralandi. Uyg'urlar Türk xalqi bilan bir safda turdi. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar Türk xalqi va hukumatining beshig'i og'ir kun kelganda ular bilan bir safda bo'ldi. 15-iyul harbiy o'zgarish boshlanib, uzun o'tmay Turkiya davlat raisi Erdo'g'anning xalqni ko'chalarga chaqirgan xitobi ijtimoiy aloqa uchur vositalarida keng tarqaldi. İstanbuldagi Uyg'urlar Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Türk xalqi bilan birlikda ko'chalarga to'kildi. Markaziy İstanbulda bo'lgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon WhatsApp to'pida o'zining Türk xalqi bilan haq sabti birga turish uchun sirtqi manganligini bildirdi. Qisqa vaqtda İstanbulning Zaytinburnu va Safaköy rayonlaridagi nurg'un kishi uningga ovoz qo'shdi. Uyg'urlar Türk xalqiga qo'shilib, takbirlarni to'lab toki İstanbul Atatürk aerodromiga yetib keldi. Xalq askarlarning qo'llaridan qurollarni tortib oldi va tanklarga chiqib olib, ilgirlashlarga yo'l qo'ymadi. Harbiy o'zgarish mag'lub qilingandan keyingi namoyish, axborot e'lon qilish yig'ini qatorliq faoliyatlarga Uyg'urlar aktivlik bilan qatnashdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bayonot e'lon qilib, bu harbiy o'zgarish urinishini aybladi va Türk xalqi va hukumatiga osoyishlik tiladi. Milliy iroda munbirining uyushtirishi bilan Turkiyadagi 278 ommaviy tashkilot birlikda ochgan axborot e'lon qilish yig'iniga va Turkiya Xolisan tashkilotlar vaqfi, ya'ni TGTVning axborot e'lon qilish yig'iniga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining vakili Xurshida xonim qatnashdi. 21-iyul payshanba kuni kech Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi boshchiligida İstanbulning Zaytinburnu va Safaköy qatorliq rayonlaridan birer yuzda kishi Boğaz ichi ko'vrikiga qarab yo'lga chiqdi. Uyg'urlar top-top bo'lib, qo'llarida ay yulduzlik ko'k bayroqni ko'tarib, bu yerga yig'ilgan tuman minglagan Türk xalqi bilan birlikda yurish faoliyati o'tkazdi. Yig'inga qatnashish uchun İstanbulga kelgan boshqa davlatlardagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari yurishga qatnashdi. Faoliyat Turkiyaning nurg'un televiziya kanallarida naq maydondan ulab tarqatildi. Türk xalqining jasorati, rahbarlariga bo'lgan itoati, uyushchanligi, birlik ittifoqligi Uyg'urlarda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Turkiyada harbiy o'zgarishdan keyin tozalash harakatlari davomlashmoqda. 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarishidan keyin Turkiya hukumati armiya, adliya va ma'arif sohalariga qarata keng ko'lamli tozalash harakatini davomlashtirmoqda. 16-iyul Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an İstanbul Atatürk aerodromida axborot e'lon qilish yig'ini ochgan vaqtida bu qitimqi harbiy o'zgarishning armiyani tozalash uchun berilgan bir ne'mat ekanligini, harbiy o'zgarish qo'zg'uvchilarining og'ir badal to'laydiganligini bildirgan edi. Bir necha kundan buyon Turkiyada armiya, saqchi, adliya va ma'arif sohalarida keng ko'lamli tozalash harakati elib berilmoqda. O'lim jazosini asliga keltirish sadolari kuchaymoqda. Turkiya hukumati yana Amerikadan bu qitimqi harakatning planlovchisi bo'lgan Fathullah Gülenni qaytirib berishini talab qildi. Turkiya doiralari ta'minlagan eng yangi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, 15-iyul harbiy o'zgarishidan keyin 22-iyulgacha jami 10.410 kishi qo'lga olingan. Bularning 287 nafari saqchi, 7423 askar, 2014 nafari sotchi va taftish xodimi, 686 nafari odatdagi fuqaro ekan. Tozalash harakatida Turkiya ichki ishlar ministrligi o'z qaramog'idagi 9000 ga yaqin xodimni ishdan bo'shatgan. Shuning bilan birga Turkiya Oliy ma'arif komiteti davlat va shaxsiy universitetlardagi 1577 fakultet mudirining istifa berishini talab qilgan. Bir qism oliy maktablarning fakultet mudirlari allaburun istifa berishga boshladi. Turkiya Milliy ma'arif ministrligi harakatga o'tib, Fathullahchi terrorlik tashkiloti bilan aloqasi bor bo'lgan 15200 shaxsni aniqlab chiqqan. Bular haqida tekshirish boshlanganligi haqida uqtirish chiqarilgan.
Türkiye Dini İşler İdaresi 492 dini xodimni vazifasidan elib tashlagan. Dini İşler İdaresi yana harbiy o'zgarishga qatnashgan askarlarning meyit namozini tushirib bermaydiganligini e'lon qilgan. Türkiye Bosh Ministerligi, Milliy istixborot tashkiloti qatorliq organlardami yuzlagan xodimlar vazifasidan qoldirilgan. Amerika va Yevropa ittifoqi Turkiyaning harbiy o'zgarishdan keyin elib berayotgan tozalash harakatiga qarata andishisini bildirgan. İstanbul shahar boshlig'i Qodir To'ppash tunugun xalqqa qilgan so'zida bu xoin harbiy o'zgarishga qatnashgan va o'ldirilganlarning namozining tushirilmaydiganligini, shundaqla ularni normal musulmonlar qabristonligiga dafn qilishga bo'lmaydiganligi, bu sababdan ular uchun shundaqla ularni normal musulmonlar qabristonligiga dafn qilishga bo'lmaydiganligi, bu sababdan ular uchun xoinlar qabristonligi nomida bir qabristonlik barpo qilishga ta'limot berganligini bildirdi va mangu ularning yenidan o'tgan har bir kishining ularga la'nat o'qishi kerakligini ifodaladi. Türkiye hükümeti 3 aylık ciddi holat e'lon qildi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan 20 iyul çarşamba günü devletinin 3 aylık ciddi holatga kirganligini e'lon qildi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan 20 iyul çarşamba günü devletinin 3 aylık ciddi holatga kirganligini e'lon qildi. Hem bunun asosiy qonunga uygun ekanligini, demokratiya va qonun bo'yicha idora qilishga xilof emasligini ta'kidladi. Çarşamba günü tushdan keyin Erdoğanning riyosatchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini chaqirildi. Yig'in 4 soat 40 minut davomlashdi. Orqadan ministrlar kengashi yig'ini chaqirildi. Erdo'g'an yig'indan keyingi nutqida Turkiyaning 3 oylik jiddiy holat mazgiliga kirganligini e'lon qildi. Erdo'g'an harbiy siyosiy o'zgarish bilan aloqasi bor bo'lgan unsurlarni tizdan tozalash uchun bu qarorning intayin muhim ekanligini bildirdi. Erdo'g'an shu kuni kech Al Jazeera kanalining ziyoratini qabul qilganda terrorlik tashkilotining oz bir qism kishilari orqali ko'p qism kishilarni kontrol qilmoqchi bo'lganligini bildirdi. Hamda terrorchilarning Amerikada o'ltirishliq Fathullah Gülen va uning Turkiyadagi agash kuchlari ekanligini ta'kidladi. Erdo'g'an yana Yevropa rahbarlarining Turkiyadagi jiddiy holat qaroriga bo'lgan andishalariga qarata buning demokratiya va asosiy qonunga xilof emasligi ustida to'xtalib o'tdi. Gerçi Fathullah Gülen o'zining bu qadimgi harbiy siyosiy o'zgarishning parda orqasidagi planlovchisi ekanligini inkor qilgan bo'lsa-mu, Türkiye hükümeti allaburun Amerikaga Fathullah Gülenning bu qadimgi harbiy siyosiy o'zgarishni planlaganligini isbotlab bera oladigan hujjatlarni topshirganligini e'lon qildi. Türkiye Bosh ministri Binali Yildirim jiddiy holatning davlatni bu jinoyat tashkilotidan butunlay qutuldirish uchun o'ttirg'a chiqqanligini bildirdi. Turkiyada harbiy o'zgarish o'rinishidan keyin jamiyat tartibi asliga kelib bo'ldi. Barliq hukumat o'rinlari va boshqa xususiy shirkat, korxonalar normal ishga tushdi. Lekin Türkiye hükümeti yushrun tahdidlarni ko'zda tutib, xalqni ko'chalarni bo'sh qo'ymaslikka chaqirdi. Bir haftadan buyon butkul Turkiya miqyosida har kechasi har qaysi shaharlardagi maydonlarda minglagan tumanlagan xalq navbatda turmoqda. 8-navbatlik Dunyo Sharqi Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini Istanbulda ochilib oyoqlashdi. Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan yilda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharqi Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining 8-navbatligi Sharqi Turkiston mujodilasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat degan temada 7-oyning 18-kundan 21-kunigacha Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan yilda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharqi Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining 8-navbatligi Sharq Turkiston mujodilasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat degan temada 7-oyning 18-kundan 21-kunigacha Istanbulda ochildi. 4 kun davom qilgan bu yig'inning 1-kuni 7-oyning 17-kuni Istanbuldagi Zaytunburnu Madaniyat markazi yig'in zalida ochilishi planlangan bo'lsa-mu, Turkiyadagi harbiy o'zgarish voqealari sababidan bekor qilingan edi. Yig'inning dala faoliyati qismi 7-oyning 18-kundan 21-kunigacha Istanbulning Arnavutko'yda bir mehmonxonada ochildi. Yig'inga Amerika, Germaniya, Gollandiya, Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya qatorliq Yevropa davlatlari, Yaponiya, Saudiya Arabiston, Pokiston, Qozog'iston qatorliq 13 davlatdan kelgan tashkilot rahbarlari, jurnalistlar, tadqiqotchilar, ziyolilar, diniy ulamolar va Uyg'ur yoshlaridan bo'lib 120 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inga so'z qilish uchun Amerikadan 3 kishi, Saudiya Arabistondan 3 kishi alohida taklif qilingan bo'lib, bu yig'inning ochilish vaqti Turkiyadagi harbiy o'zgarish voqealariga to'g'ri kelib qolganligi uchun aeroplanlar to'xtab ketib, yig'inda so'z qiluvchilardan 6 nafar kishi yig'inga qatnasha olmay qoldi. Shundaqdimi yig'inda 8 mutaxassis o'zlari tayyorlab qilgan temalar bo'yicha maqola taqdim qildi.
Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Yig'inda Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon echilish nutqi so'zildi va 8 yildan buyon har yili bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining echilgandan buyongi 8 yillik tarixi, bu yig'inda elingan qarorlar, ijro qilingan xizmatlar va qo'lga kelgan natijalar to'g'risida to'xtaldi. Türkistan mücadelesi bilen dava bilen bo'lgan munosabat irtibatini kesilishiga sebepçi bo'ladigan omillarning birisi ekan. Şu yerlik tilini o'rganib, o'z tilini unutish, urf-odatlari, yeziqlari va chiqqan kitoblarni o'qiyanmaslik, bizning ota-onalarimiz bilan bolalarimizning rahat bir şekilde munosabat o'tkazolmaslik qatorliq nurg'un narsa bu chet elda ko'rilyapti. Uning uchun bu birinchi tahdidni avval qarindoshlikni qilgan bo'lsak, ikkinchisi buni tugutaylik deb til, urf-odat, madaniyatimizni qo'llash to'g'risida nurg'un qarorlar qilinib, bu to'g'rida jiddiy har yerda maktab yaslilar ochilib degandek bunun ko'rinarlik bir faoliyatlar olib berildi. Yig'inning birinchi kuni Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh mufattishi diniy olim Abdulakimxon Maqsumajim Sharq Turkiston mujodilasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat elib berish degan temada so'z qildi. Yig'inning tushdan keyingi bo'limlarida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar sahnaga chiqib, salom berish so'zi qildi va o'zlarini qisqacha tunishtirib o'tdi. Yig'inning ikkinchi kuni Saudiya Arabiston Jiddi radiosi xizmat qildigan jurnalist Abdul Ahad Hafiz harakatimizning islomiy yo'linishida o'ttir holliq engini o'stirish degan temada jurnalist tadqiqotchi Mirkamil Qashqarli to'g'ri ideya va ziyolilar degan temada so'z qildi. Yig'in yana Istanbulda yashayotgan diniy olim Ibrohim Damolla va Abdul Aziz Apandi Sharq Turkiston mujodilasida inkorchilik engini og'dirib tashlash degan temada so'z qilib, vatanni inkor qilish, o'z millatini inkor qilish, bayroqni inkor qilishning islom diniga xilof ekanligini Qur'on hadislardan dalil keltirib so'z qildi. Yig'inning ikkinchi kuni yana Janubiy Avstraliya Islom dini jamiyati raisi diniy olim Abdusalom Abdug'ani islomiy jihad va davlat barpo qilishning Qur'on va sunnatdagi o'rni degan temada so'z qildi. Yig'inda yana Turkiyaning sobiq parlament a'zosi Jalol Arboy so'z qildi va Sharq Turkiston davosiga uzun yillardan buyon xizmat qilish uchun tirishayotganligini, buningdan keyin xizmat qilishni davom qildiganligini bildirdi va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida muhim taklif fikrlarni o'ttirg'a qo'ydi. Shu kuni kech yig'in zalida Istiqlol televiziyasi tarafidan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'in to'g'risida tayyorlangan va Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining 10 yillik xizmat faoliyatlar va bu jarayonda qo'lga kelgan natijalar tunishtirilgan hujjatli film ko'rsatildi. Uningdan boshqa yana Istiqlol televiziyasi tunishtirilgan hujjatli film ko'rsatildi. Yig'inning 3-chi kuni atiganlik programmada Istanbuldagi Ariel Universiteti radio televiziya fakulteti o'qituvchisi Dr. Shavkat Nasir Sharq Turkiston mujodilasida media va tashviqotning roli va ahamiyati degan temalarda so'z qildi. Oxirida savol-javob va mulohaza va muzokara elib berildi. Yig'inning tushdan keyingi bo'limlarda Anqara Hojattepa universiteti o'qituvchisi shunaqla strategiya mutaxassisi Dr. Arkin Akram Sharq Turkiston mujodilasida natija qozonishning yo'l va metodlari degan temada Anqara universitetining o'qituvchisi Dr. Arkin Ahmad Sharq Turkiston mujodilasida lobbichilikning ahamiyati degan temada so'z qildi. Yig'inda so'z qiluvchilar so'zini tamomlagandan keyin savol-javob va temalar bo'yicha mulohaza, muzokara elib berildi. Yig'inda Sharq Turkiston mujodilasi harakati yo'nalinishining to'g'ri bo'lishi uchun sog'lom fikrning hal qiluvchi rol o'ynaydiganligi alohida ta'kidlandi va bu haqda cho'nqur muzokara va muhokamalar elib berildi. Yig'inda so'z qiluvchilarning leksiyalari qisqa vaqt ichida Istiqlol televiziyasi orqali qarindoshlarga ko'rsatildi. Sharq Turkistonda 3 kunlik atalmış muqimlik yig'ini ochilgan. Sharq Turkistondagi Xitoy partikomi 14-iyuldan 17-iyulgacha o'lka, viloyat, shahar va nahiya darajalik o'rinlardagi kadrlarni tashkillab, Sharq Turkistonning janubidagi 8 nahiya shaharda atalmış muqimlikni ilgari surish xizmati yig'ini ochgan. Tangritog to'rining 18-iyul xabar qilishicha, Xitoyning Sharq Turkiston qo'ygan partikom sekretari Jang Chunshan, Qo'rchoq rais Shuhrat, barliq viloyat, oblast va shaharlarning mas'ullari, siyosiy qonun komitetlarining sekretarlari, o'lka darajalik tarmoqlarning mas'ullari, Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat, 1 oblastdagi nahiya shaharlarining mas'ullari 14-iyuldan 17-iyulgacha Aqsu viloyatining Kucha nahiyasi, Aqsu shahri, Qashqar viloyatining Fayzobod nahiyasi, Qashqar shahri, Yangisar nahiyasi, Yakan nahiyasi, Xotan viloyatining Lob nahiyasi, Xotan shahri qatorliq 8 nahiya shaharga berib, atalmış muqimlikni qo'llash xizmatini ilgari surish naq maydon yig'ini ochgan.
Xabar tafsilotidan qaraganda bu yig'inda boshdan oxir burunqiga o'xshashlan Xitoyning 3 xil kuchga zarb berish, asabiylikni tugutish shuarlari bozorga selingan. Chang Chunshan Xitoyning Sharq Turkistonda davomli qattiq bostirishni davomlashtiradiganligidan bishorat berib, qaqshatquch zarb berish yuqori besim vaziyatini boshdan oxir saqlab, zo'ravonlik terrorlikni qat'iy bek holatida yo'qotib, tashabbuskorlik bilan hujum qilib, dushmanga oldin zarb berib, dushmanni cho'chitib, diqqatni odam, dilo va yip uchiga qaratib, baldur kichikida bek holatida zarb berib, zarb berish bilan oldini elishni birlashtirib, zarb berish orqali oldini elishga turtki bo'lib, xavfni eng zo'r darajada tugutish kerak deb ta'kidlagan. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda yuqori besimli siyosat yo'li qo'yib, keng ko'lamli tutqun qilish, turmaga qamash, o'ldirish, qirg'in qilish qatorliq jinoyatlarni sodir qilib, tor va uchur aloqa vositalarini qattiq qamal qilib, chekidan oshgan diniy cheklimlarni yurgizib, yo'llarga qorovulxonlarni o'rnatib, butkul Sharq Turkiston miqyosida qizil tashviqot elib berib, Uyg'ur xalqining din, jon, mol, aql va or-nomusiga og'ir tahdid selib kelgan bo'lsa-mu, lekin o'zlarining ishg'oli, tajovuzchiligi va zolimligi sababli Sharq Turkistonda bir kun, bir minutmi xotirjam turib boqqani yo'q. Xitoyning kecha kunduz o'zini oqlab ta'tir tashviqot elib berishi va to'xtamasdan yuqoridagi yig'inlarni echishi Xitoyning Sharq Turkiston vaziyatini pardozlab ko'rsatayotganligining po'latdak isboti. Xitoy ishg'olchilarining Uyg'urlarni bostirish uchun o'ydirib chiqqan atalmish terrorlik, bo'lgunchilik, asabiylik nomidagi safsatalarining mohiyati allaburun oshkorlanib, xalqaro sharmanda bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarni bostirib, butunlay assimilyatsiya qilib, Sharq Turkistondagi ishg'olini mangu davomlashtirish g'arazida Uyg'urlar ustidan davlat terrorizmi yurgizmoqda. Muqimlikning eng chong dushmani bo'lgan Xitoy muqimlik da'vosi qilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishga sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.